Hammaga salom. Biz bugun Toshkent City'dagi Miratiga keldik. Hozir sizlar bilan buni obzor qilamiz. Ketdik. Agarda videoni oxirigacha ko'rsanglar, qaysi ta'mini tanlashni bilib olasizlar. Atmosferasi minimalizm bo'lganligi uchun juda ham shinam ekan. Bubble tealarga kelsak, bu yerda 3 xil turidan bor ekan: fruktoviy, molochniy va yogurtniy. Bubble tealarni obzor qilishdan oldin qanday tayyorlanishini ko'rib olamiz. Bizga kerak bo'ladi singlim va u sizlarga hozir master-klass ko'rsatadi. Allambalo koptokchalarni solib, marakuya daninchalarini ham sovordi. Hozirgi havoda uje isib ketayotgan bo'lsa, yaxlarni qo'shib, muzdekini qilib berishar ekan. Endi esa rostakasim barmanlarga o'xshab, bubble tea'ni ustasidan stakanchikka solishni o'rganamiz. Hammasi tayyor bo'lgach, ta'miga baho berishni boshlab yubordik. Birinchi bo'lib vinograd ta'mli yogurtning bubble tea. Buni ta'mi esa yoshlikdagi uzumli yogurtga o'xshab ketar ekan. Apelsin va klubnika ta'mligini tatib ko'rganimda o'zimni xuddi Turkiyada apelsin bog'larida yurgandek his qildim. Va nihoyat molochniy bubble tea Oreo ta'mligidan. Buni ta'riflashga til ojiz. 10/10. Ta'mlarini tanlashga kelganda singlimga albatta o'zi tayyorlagani juda ham yoqdi. Men esa bularni hamma ta'mlariga xasta bo'ldim-ku.